Hello obunachilar, bugun Steel Brain Road'da o'g'irlashga harakat qilamiz. Video boshlanishidan oldin like bilan podpiskani bosib qo'yinglar. Hozir kirishim kerak. Men javr bo'lib turib, ashuncha narsani o'g'irlashadi. Chunki o'tgan safar sekretlarim ko'p edi. Chiqar hozir. O'g'irlashi sizdan birotishiga deb aytyapman ona. Kirgirkal Kam qo'y ukam o'zi bananing kam. Shuncha sekretim bor, lekin biranta ham kirmayman. Xo'sh, divon narsalar bor menda. Kimda Brain Road chalarilar bor? Musurlar. Lavakka no normalmente. Kan o'g'irlaymiz. Lavakka Saturnita. Voy da. Davla çık uka çık. Men personajimni nima qilgan? Yotgansiz-ku. Ketdik. Meniki hech kim bo'lmasa Escape Tsunamiga qo'shilamiz va bu yerda sekret chalarni o'g'irlaymiz. Go bo'lmasam. Menda Roblox yo'qligi sababli o'zim serverni ochaman. Agar sizlar like tugmachalarini ko'proq bosib bersanglar, обязательно Roblox sotib olib ochaman. Uni videosini ham chiqarsam kelaman birinchi. Mana TTT sahur. Lullular bilan lavakka. Fister. Şimdi fister yok, fister. Gel. 3'te 4'te 8'te sekretçamiz bor ekan. Ketdik bo'lsam o'g'irlashga harakat qilamiz. YouTube'ga bitta video ko'rib qolmadi. Dostralelitos o'g'il bolasi bilan qiz bolasini qo'ysa, deganga Brainer chiqibdi deb eshitdim. Ashun ko'raylikchi. O'xshasa bitta like. Yo'q. Ikkalasi qiz bolasi tepada, o'g'il bolasi pastda bo'lib turib, bitta Brainer chiqibdi yangi. Eshitdinglarmi, eshitmadinglarmi bilmadim. Mana qo'yib qo'ydi. Men personajim apag'am bo'lib qoldi. Orqasidan gold va fast kelibdi. Menga bu chekka yopishib olaman, eng qiziq. Go Brainerd kartga yetib keldik. Tushsanglar shu narsani qo'yib olish kerak, chunki bu keyin Brainerd olib kelganlarda shu bilan almashtirsa bo'ladi. Menga duza tashlamoqchi bo'lsanglar, mana nikim ZZZ Manisa 001 emas 001. Bizdan bir katta inshaalloh bo'lib ketamiz. Bundan oldin bitta video yozdim. Lava for Brain Road'da aytdim. O'ldilar. Nima bosdi? Yana bosdilar. Sendan tripod bo'lsa, yana qo'yib qo'yasizlar. Bu Rainbow'li ekan, Rainbow.